men Notbek. Bugungi videoda do'stlar men mana o'zim Ender Dragon'ni yengmoqchi bo'lib survival qilgandim, lekin mana bu yerga tushganman. Tikkaga o'zimni uyim, qishlog'im bor. O'zimda qani men hozir do'stlar biroz fakl yasashim kerak, chunki juda ham qorong'u g'orga tushganman. Mana do'stlar, mana do'stlar, mana do'stlar bo'ldi. Mana bu yerdan do'stlar men tezgina redstone topdim biroz. Redstone qimmat. Yaxshi, men uchun juda ham yaxshi redstone ham. Bu ham foydali qazilma. Yaqinda demak olmos topsam, birinchi olmoslarimni birdan kirka qilib Nezerga ketaman men tezroq. Voy dod. Mana bu yerlar unchalik bu yerda yurishlar qiyin. Mana buni mana shuncha. Ya temirmi? Ama temir manga juda kerak. Va bu yerda juda ham ko'p ekan temir. Bolalar buni qarang. Hammadan keldi bir tomonlab. Chunki mana bu yerda menga temirdan ham aslaha qila olaman va menga ham temir ham juda ham kerak bo'ladi. Ayniqsa kirkam sinib qolay debdi. Tezroq olmos topsam, chunki temir kirkam singandan keyin olmosni qazib olishda iloji bo'lmaydi. Do'stlar, temir ham shunchalik ham ko'p bo'ladimi? Oxirgi enonimni o'ralimni do'stlar. Olmoscha olib qo'yaman desam olmos ham mana bu yerda 3ta taxta nima aybi gunohim uchun 3ta taxta 4ta bu iltimos menga berishsa kerak. Endi qanday qilib chiqaman yuqoriga? Yuqoriga quruq qo'l bilan chiqishimga ishonmayapman do'stlar, yig'lagim kelib ketyapti. Chunki do'stlar men shuncha qidirdim olmasdi. Shunchalik bir bu shaxtalarga cho'ldaga tushish oson bo'lmadi. Qancha harakat qildim, endi bu yerdan quruq qo'l bilan qaytib ketyapman. Bor-ku. Shunchalik umuman men uchun bu sizlar uchun oson deb o'ylashlaringiz mumkin, lekin aslida juda qiyin, chunki umuman quruq qo'l bilan qaytgim kelmaydi, chunki siz shuncha harakat qilsangiz lekin bitta ham umuman tasavvur qiling, umuman inoningiz bo'lmasa, qo'lingizda hech narsasi bo'lsa nima qilasiz do'stlar? Bunda ilojim yo'q meni. Ilojim yo'qligini sababi mana u yerda verstakim qurib ketgandi. Yo'q do'stlar, voy dod. Yana chiqishim kerakmi? Mana o'sha. Xudoga shukr. Mana do'stlar, yana yuqoriga chiqish balo ekan bu g'oram boru. Mana. Hali do'stlar bu yoqdan yuqoriga chiqishga kerak. Bu yerdan yuqorida suv bor, o'sha suvdan o'tish kerak. Ovqatlandim endi esa. Yo'q. Men bu yerda qolib ketishni istamayman do'stlar. Men hech qachon bu yerda qolib ketishni istamaganman. Yo'q, men qolib ketmoqchi emasman bu yerda. Yo'q. Men bu yerda qolib ketmoqchi emasman do'stlar. Men qorong'u shaxtalarni yomon ko'raman. Yana mastki yuqoriga. Mana do'stlar. Hozir yuqoriga chiqaman. Yuqoriga. Do'stlar mana
dostlar bana koydu. Çıkıp oldum bir oradan. Oh. Bana iflas versek. Hırt muma menye faydası tegmeydi. Yaramaz. Endi bir oradan toş oluşum gerek. Ana koydu. Bir oradan ben bitti piçke yasap uzunda. Uzun için tedrok. 3'te temar. Daimi gördüm ha. En önemli işte. Aman abi görüngendirdi. Hoş. Temarlarımdan ortasına olup yok kaysa bana böyle yemin ki tahta gerek onu geçiyor. Yani ularımızı kalayla tedrok yani biraz yine. Anam ma ana ana of dostlarımın tayyor o bu da gerekliğin arsaca yetti bana koyat Timur kırka bilan orta qaytish yana yana taş yana muammo qilish dostlarım ana şunu yapmasam dostlarım nimadir mana mana dostlar mana dostlar birozgina yana pastga qorong'i bo'lib ketdi-yu. Aman yana birozgina pastga mana topdim do'stlar. Rona o'sha mening shaxta g'orim. Xudoga shukr do'stlar. Mana shu tushishim asta kerak edi. Mana ana mana do'stlar o'sha esingizdan hozir chiqqan g'orimga qaytib yana tushyapman. Alam degan qo'shiq eshitganmisizlar? O'sha qo'shiq meni hozir ichimga uribdi. Ichimga ko'rinyapti. Jonim ketmadi xudo. Shukr mana bu yerda endi. Asta. Yo wow. Do'stlar lekin mana bu yerda katta kon bor ekan men bu ko'rmabman bu konni. Voy chuqurligini. Yo da oltin do'stlar. Oltin urey. Oltin borchida olmos ham bo'ladi ustalik. Mana. O'tishdi bu ekan. Do'stlar mana tushdim mana qo'ydi. Voy bu yerda ham temir ham olmos ham juda ko'p ekan. Lechna var mana bu yerda. Voy onajon. Bu yerda qanday qilib biror narsa topish mumkin? Manimcha bu yerdan topganimdan ko'ra mana bu yerdan topganim. Mana chiqdi. Tushdim pastga. Oh. Bu yerda temir juda ko'p, lekin mana niyatim temir topish emas, olmos topish. Shuning uchun bu yerdan o'tib ketamiz. Qani pastroqqa. Qadir ekan yana ham biroz pastga. Nima shunda men eng pastga tushgan olmos topolmayapmanmi? Menga bu kerak emas. Menga timing kerak. Shunchalik pastga tushdim lekin haliyam bitta ham timing yani olmos topganim yo'q do'stlar. Menga omad kulmayapti. Qani yurdik. Shu bitta timing topib
Diamond. Diamond bitti. Diamond topu hiç olmaz bitti. Topal. Dostlar topalsa olmaz. İçim kızı oluyor diyor. Yarım saatten bir kableyim. Annem bulmaz olmaz gerek. Şu Diamond. Diamond dostlar olmaz. Yani bu yana. Olmaz Diamond dostlar. Olmaz. Van hayat. Hani yani bu. Menga olmadı gülüp oldu dostlar. Kan. Yani bu yana. Burada bomba. Diamond. Kana. Başka Diamond yok. Afsus ki. Lekin olmaz Diamond. Ultdan kirkat. Hammasini qilishga ketadi. Do'stlar xullas videomiz yoqqan bo'lsa shuncha ish qilayotganimiz uchun like bosing, obuna bo'ling. Mana bu yoqda kamida 9 ta diamond topib chiqibman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, omon bo'ling.